Nihoyat ko'pchilik kutayotgan Marg'ilondagi o'sha mashhur Burxoniddin Marg'inoniy majmuasi rasman ochildi. Xo'sh, mazkur majmuada o'zi nimalar bor? Joriy yilning 27-aprel kuni Prezident Shavkat Mirziyoyevning Farg'ona viloyatiga tashrifi davomida mazkur majmuaning tantanali ochilish marosimi ham bo'lib o'tdi. Majmua haqida ayrim ma'lumotlarni keltirib o'tadigan bo'lsak, loyiha qiymati 1.7 trillion so'm bo'lib, bosh rejasi Turkiyaning yetakchi kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan. Maydoni 35 gektar, hududda mehmonxona, karvonsaroy, savdo va xizmat ko'rsatish binolari, hunarmandlar markazi, milliy bozor va muzeylar qurib bitkazilgan. Hududda shuningdek Otabek va Kumush uy muzeyi ham tashkil etilgan. Uning devorlarida o'tgan kunlar romani sahnalari jonlantirilgan. Shuningdek, maqom teatri, shoir va rassomlar xiyoboni hamda kutubxona ham majmuadan joy olgan. Kelgusida bu yerda biznes markazi, 1500 o'rinli masjid, mehmonxonalar, 400 ta savdo va xizmat ko'rsatish nuqtasi hamda 300 o'rinli bozor tashkil etiladi. Majmua to'liq ishga tushgach, viloyatga yiliga o'rtacha 200-250 ming nafar xorijiy sayyoh jalb etilishi, buning natijasida 2000 ta ish o'rni yaratilishi, byudjetga 52 milliard so'm tushum va 30 million dollarlik xizmat eksporti ta'minlanishi kutilmoqda. Albatta, biz sizni rasman ochilgan Burxoniddin Marg'inoniy majmuasini albatta borib ko'rishni tavsiya etamiz.